qizim, kep shu yigitni tanladingmi? Nima qilay? Sevgi ekanda oyijon. O'lsaymi? Qo'lini qara, betini qara, qop-qora moy. Bir qora moy yuvib o'tasanmi? Uf, mayli oyijon. Bilib qo'y, bu yigit bilan kosang oqarmaydi. To'g'ri. Voh, yelik shunikimi? Yo'q oyijon, bu BMW. Yurchi. Bobur aka. Sevgan qizim, bular kim? Oyim? Oyijon, tanishganimdan xursandman. Kuyov bola, mashina o'ziznikimi? Ha, oyijon, bu meniki. To'g'risini aytsam, men oddiy yigitman. Lekin mana shunaqangi mashinalardan 3-4 tasi uyimda yotibdi. Shuni orqasidan shahardan 3-4 ta domlar oldim. Oddiy yigit bo'lganligim uchun 48 ta uchastka qurdim, oyijon. Bu yerga asosan kibrimni sindirish uchun kelib ishlab ketaman, oyijon. Endi menimcha sizlarga oddiy bolalar yoqmasa kerak. Men sizlarga to'g'ri kelmasam kerak. Voy, o'g'lim, nega unaqa deysiz? Bizlarga oddiy pullar yoqadi. To'g'rimi qizim? Oddiyligimizga ko'z tegmasin. Bugun men sizga oddiy brilliant olib bermoqchiman, $12,000 ga. Oddiysidan.